Chanelni nima uchun olishadi? Chanelni chunki bilishadi bizda quyma. Tilla olganda opa singillarimiz ba'zisi tilla yo'qsa bo'ldi olib ketishaveradi. Endi ba'zi ayollar aqlli fikr yuritishadi. Ya'ni kelajak uchun bitta olganda yaxshi tilla olay deyishadi. Ya'ni $2000 oladi, $3000 $1000 ertaga $5000 $10000 tilla oladiganlar bor. $100,000 tilla oladiganlar bor. U tillani olgandan keyin ertaga sifatsiz bo'lib, yaroqsiz bo'lib qolsa, u kimga foyda? Hozir pulni topish osonmi? Tilla olganga yarasha yaxshi. Ya'ni birinchi o'rinda nimaga ahamiyat berish kerak? Zavodiga. U zavod bo'lsin, fanon bo'lmasin, yaxshi quyma bo'lsin, litoy bo'lsin. Litoy nima degan? Litoy chiroyli ishlangan emas, litoy quyma, ichi pustashga emas, salgi ezilib, bundoq qilib ketsangiz ham, bundoq qattiq ushlasangiz ham, yuvinsangiz ham, cho'milsangiz ham, atir sepsangiz ham o'z sifatini yo'qotmaslik kerak. Ya'ni sifati a'lo bo'lishi kerak, yaltirashini qarang. Bu ham 750, bu ham 750 mana. Qaranglar qanaqangi sifatli va yaltirashini qaranglar buni. Mana uni qaranglar qanaqa chiroyli. Bu hammasi yangi, zavod, proshni ishlangan va mulk qilib olib qo'ygan eng yaxshi tillalarimizdan biri.